Ko'rgan odam Allohga shukr qiladi. Bolalaringizni tan jonini sog'ligiga ko'rib turib Allohga shukr deysiz. Allohga shukr. Ko'rsatganiga shukr. Nasib etganiga shukr. Musulmon ahlidan qilganiga shukr. Mo'tabar otaga, onaga farzand qilganiga shukrlarimizni Allohning o'zi qabul aylasin. Duo qilaylik. Parvardigor, duolarimizni qabul et. Xatolarimizni, gunohlarimizni kechir. Yaxshiliklarimizni oshir, ota-onalarimizni xato gunohlarini kechir. Farzandlarimizga rushdi, hidoyat, tavfiq bergin. Bu duo so'raganlarni nima niyatda duo so'ragan bo'lsalar, so'rovlardan afzalini ber. Safarlarini bexatar qilgin. Bemorlariga, dardlariga shifo bergin. Parvardigor, ish boshlagan ukalarimiz, bu Shahzodjon ukamiz, hamma yori birodarlar, do'stlar, kasb-korda, ishda, mehnatda yuribsizlar. Qilayotgan mehnatinglarni Alloh barakotini bersin. Rohatini ko'rsatsin, halolidan bersin. Tarbiya qilayotgan farzandinglarni ardog'ida bo'linglar. Barchalarning umringlarga, rizqinglarga Alloh barakot bersin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.